Süt ichyapsizmi? Har kuni ertalab sizga doktor tayyorlagan süt ichib tursiz. Ha, süt ichyapman. Ha, süt foydali ekan sizga. Ona süti ham masalan farzandlar uchun juda ham foydali ekan dedi. Men ham 3 yoshimgacha onamni emganman. Shuning uchun bir marta ham kasal bo'lmadim dedi mana. Zato onang kasal o'lib ketdi. Ona süti foydali masalan. Ona süti tarkibida juda ham foydali moddalar ko'p. To'g'rimi dedi? Ona sütini nimasi yoqadi sizga? To'ppa to'g'ri bolam. Nima deding? Ona sütini nimasi yoqadi? Ona sütini menga nima? Idishi yoqadi. Avados Murat'ın toyuna varıp geldi. Kızım verdi. Sevin yaman göp verdi. Ooo. Kaynınesi dedilerken 3 portör töşök verdi. Hele istedi. Güyola karası olurken jetmeten kerim ne yapacak? Satı bir sele deyin.